Iliyan Chingizxon romani. Tarjimon Sobir Muhammedov. Ikkinchi qism. Xorazmshoh qudratli va dahshatli. Tong qorong'usida Urganchning tor ko'chasidan 3 ta qari imom borardi. Oldinda ko'zlariga moyli qog'oz tutilgan xira fonus ushlagan xizmatkor keksalar to'nlarining uzun etagini ko'tarib, sharqirab suv oqib turgan ariqchadan hatlab o'tishdi. Yopiq do'konlardan qalampir, ambar va bo'yoqlarning xushbo'y hidlari anqib turardi. Etik, egar va jambuqlar taxlab tashlangan do'konlarda charim hidi kelib turar edi. Maydonda "To'xtanglar! Kechasi nima qilib yuribsizlar?" degan dag'al bir ovoz ularni to'xtatdi. Janob Olining marhamatlari bilan biz, katta masjidning imomlari, podshohning saroylariga bamdod namozini ado etgani bormoqdamiz. Marhamat qilinglar. Uchala imom saroyning baland darvozasi oldiga kelib to'xtadi. Darvozani qoqishdan natija chiqmas, hatto haqorat hisoblanardi. Darvozani o'zi ochilib ketdi. Bir necha otliq qorong'ulikdan chiqib, maydondan chopib o'tib ketdi. Bular ulug' va ziyrak din homiysining farmoni bilan o'zlaridan va ulardan boshqa hech kim bilmaydigan noma'lum bo'lgan tomonga ketayotirlar. Keksalar katta botqoqlikdagi toshlardan hatlab o'tib, darvozadan kirdilar. Saroyning keng sahnida shohning askarlari yurishardi. Ikkita posbon kelayotganlarni imomlar ekanini bilib, yo'l berishdi. Uchala keksa bir necha hovlidan o'tdi. Uyquga to'ygan posbonlar kalitlarni shiqillatib, ichkaridagi og'ir darvozalarni ochdilar. Nihoyat ikki tavaqali eshik ko'rindi. Uning ikki yonida nayzalariga suyangan, sovut va dubulg'a kiygan ikki askar qotib turar edi. Tutab yonayotgan jinchiroq ko'targan xizmatkor kelib, "Amir al-Muslimin hali chiqqanlari yo'q", dedi. "Sabr qilamiz, sabr qilamiz", deb javob berishdi uchala keksa va kavushlarini yechib, gilamga chiqdilar. Tiz cho'kib charim muqovali mis ilgakli kitoblarni ochdilar. Kecha isyon ko'targan 4 ta xon o'zlarining yosh bolalarini kafil qilib yuboribdilar. Shoh ziyofat berdi, 12 ta qo'y so'yildi, dedi imomlardan biri. Bugun yana biron narsa qilmoqchi shekilli, deya pichirladi ikkinchisi. Hey, eng yaxshisi uning barcha gapini ma'qullab, so'ziga so'z qaytarmaslik, deya xo'rsindi uchinchisi. Xorazmshoh Muhammad tush ko'ribdi. Cho'lda bir qir ustida turgan emish. Atrofni ming-minglab odamlar o'rab olishgan emish. Osmon botayotgan quyosh nuridan qip-qizil, quyosh bir tusda kun barxanlari orqasiga bir pasda botibdi. "Bor bo'lsinlar, yashasinlar podshohimiz!" degan hayqiriqlar uzoqlardan eshitilibdi. Odamlar asta-sekin ta'zim qilibdi. Yuzlarini oppoq sallalar to'sibdi. Barcha haloyiq hukmron oldida tiz cho'kibdi. Xorazm dengizining tinmas to'lqinlariga o'xshash tonlariga ko'rinar emish. "Yashasin shoh!" degan ovozlar uzoqdan aks sadoday eshitilibdi. So'ngra hamma jim bo'lib qolibdi. Quyosh ko'zdan g'oyib bo'lib, cho'lni qorong'ulik va sukunat bosibdi. Shoh tushib kelayotgan qorong'ulikda qir etaklarni o'ziga qarab kelayotgan kishilarni ko'ribdi. "Bas, qaytinglar!" deb amr qilibdi shoh. Biroq yo'l to'n kiyib, oq sariq belbog' bog'lagan son sanoqsiz odamlar engashganicha unga tomon kelishaveribdi. Shohga bularning hammasi qo'yniga charxlangan pichoq solib olayotgandek tuyulibdi. Odamlar o'z hukmronlarini so'yib tashlashni istayotgandek bo'libdi. U yugurib borib, yaqin kelib qolgan bir kishini tepib yuborgan ekan, uning to'ni qush singari uchib ketibdi. Shoh qarasa, to'ning tagida hech kim yo'q emish. Shoh oyog'i bilan boshqa to'nlarni ham tepibdi. Ularning ham tagida hech kimsa yo'q emish. Lekin bular orasida bir kishi bor. U menga yetib kelib, qalbimga shonli Xorazmshohlar avlodining baxti va saodati uchungina urib turgan yuragimga pichoq urmoqchi. "Yetar, shoh sifatida amr qilaman. Ketinglar!" debdi shoh. Uning ovozi yaxshi chiqmas emish. Hamma ko'zdan g'oyib bo'libdi. Atrof sokin va nursiz cho'l. Ko'katlarning qattiq poyalari o'lik osmonning timdalangan betiga o'xshaydi. Endi shoh cho'lda mutlaqo yolg'iz qolibdi. Ot ham yo'q emish.
Lekin shu yaqinda kulrang qirlardan birining orqasida uni o'ldirmoqchi bo'lgan o'sha kishi poylab yotganmish. Hamma ham uning o'lishini istar, faqat birgina kishini o'ldirishga qaror qilgan. U kim ekan? Uzoqdan olomonning bor bo'lsin Jaloliddin, Xorazm shohning o'g'li Valiyat Botir Jaloliddinga sharaflar bo'lsin deb qichqirgan sadolar eshitilibdi. Bular meni unutib, o'g'limning qo'llarini o'pishga tayyor shekilli. Bunga barham berish kerak. Bas, menga qarshi chiqqan kishini yanchib tashlayman. U Bag'dod xalifasimi, Qaysar o'g'limmi, baribir. Bas. Shoh yarim uyqu aralash birovning sharpasini eshitdi. Yuziga qandaydir sovuq narsa tegib ketgandek bo'ldi. Qo'rquv va yashamoq istagida bor kuchini yig'ib, o'rnidan sakrab turdi. Shoh ko'zini ochib, uyning qorong'u burchaklariga qaray boshladi. Katta o'choqdagi alanga olib yonayotgan pista ko'mirning issig'i urib turardi. Oldida kimdir o'tirar edi. Bu kecha keltirilgan yovvoyi cho'l qizi edi. U qo'rqqanidan qo'llari bilan yuzini bekitib, o'zini chetga oldi. Kimsan? Ulug' Tangrim, men cho'ldan kelgan turkman qizi Guljamolman. Kecha uxlab yotganingizda ko'tarib shu yerga olib kelishgan edi. Boshingizni yostiqqa qo'yganingiz hamon uyquga ketdingiz. Men juda qo'rqdim, chunki xuddi jon berayotgandek xirilladingiz va ingradingiz. Sizni devlar boqqanga o'xshaydi. Ularga qorong'uda o'tovlar ustida uchib yuradigan va qon to'kkan kishilarga azob berish uchun tuynukdan tushadilar. Qo'lingdagi nima edi? Deb shoh uning nozik qo'llarini qisdi. Voy qo'lim, qo'yib yuboring. Qo'lingda nima bor edi? Hech narsa yo'q. Istasangiz gulga oshiq bo'lgan bulbul to'g'risida cho'l qo'shig'ini aytib beraman. Yoki ko'zguga boqib Xitoy malikasini ko'rgan Fors shahzodasining hikoyasini so'zlab beraymi? Hech qanday gul, hech qanday shahzoda haqidagi hikoya kerak emas. Ha, mana hanjarning kuni. Nega o'z shohingning oldiga pichoq ko'tarib kelding? Qo'yib yuboring meni. Keksalar otingni urma, yo'ldoshingdan ajraysan deydilar. Guljamol uning qo'lidan chiqib nari siljidi. Voy o'lay, bo'g'ib qo'yasiz. Sizdan qo'rqaman. Qiz chopib ikkita vaqali eshikdan chiqdi-da, gapga quloq solib turgan ikkita oqsoch xotinga duch keldi. Shoh harsillab o'choq yoniga keldi. Uning ko'zlari ho'kiz ko'zlaridek bo'rtib chiqqan va chaqnardi. U qamish tayoq bilan jon chaldi. Ikkita vaqali eshikdan echki soqol keksa xizmatkor kirib, oyog'iga yiqildi. Bu qizni kechqurun gilamli uyga olib kiringlar. Vakil bilan ulug' vazir shu yerdami? Hammalari sizni kutib turibdilar. Aborotchi va 3 ta imom ham bor. Jaloliddin hali kelmadimi? Taxta yanchi hali yo'qlar. Kutib tursinlar. Hammomga xodimgar va soqolimni bo'yagani sartarosh yubor. Xorazmshoh qo'shni xonaga chiqdi. Oriq, bukchaygan va qizargan ko'zlari yoshlanib turgan keksa xizmatkor to'shak va ko'rpalarni yig'ib taxmonga taxlay boshladi. Gilam ustida nimadir yarqirab ketdi. Cholingashib, dastasi fil suyagidan yasalgan o'tkir hanjarni oldi. Bu turkman pichog'i, bu turkman xotinlari. Ularning g'azabidan, qoraqurtning zahridan ko'ra ko'proq ehtiyot bo'lish kerak. Buni hozir vakilga topshirsammikin yoki berkitib qo'ysammikin? Men shoshilayotgan odam yo'q-ku. Shoh keng shohi cholonning bog'ichini qisib bog'ladi. Belga yo'l-yo'l qiyiq o'radi. Unga kumush qilning pichoqni qistirib, yelkasiga uzun, kimxob qoplangan suvsar po'stanini tashladi. Shoh ustalik bilan o'ralgan oq sallasini tokchadan oldi-da, oqara boshlagan jingalak sochli boshiga qo'ndirdi. Shoh eshik oldida pichoqning sovuq sopini qattiq ushlaganicha biroz quloq solib turdi. Ehtiyot bo'lgan odam hamma vaqt hujumni qaytaradi. Bag'dod xalifasi tarafidan yuborilgan biror Ismoili saroyning qorong'u, xilvat yo'llarida pichoq ushlab turgan bo'lishi mumkin. Vakil shu yerdamisan? Dedi u sekin. Men sizni ko'pdan kutib turibman. Shoh tambani surib eshikni ochdi. Ichki chiroqning xira shulasida shohning yaqin mansabdorlari ta'zim qilib turishar edi. Muhammad kechasi bilan qotib yotgan kavushini kiyib, narigi uyga o'tib ketdi.
U yerda xizmatkorlar kutib turishardi. Ulardan biri sopol chiroq, ikkinchisi kumush jog', uchinchisi esa obdasta ushlab turardi. Ular shohga obrez oldida tahorat olishga yordam berishdi. 4-xizmatkor ipak bilan tikilgan sochiqni uzatdi-da va uning semiz oyoqlariga gul solib to'kilgan yumshoq jun paypoq kiygizib qo'ydi. Xorazmshoh kiyinish bilan ovora ekan, vakil so'nggi yillardagi xabarni berdi. Tashqari juda sovuq. Hamma yoqni qirov bosgan. 3 imom amringizni kutib turibdi. Jallodlar boshlig'i Jahon Pahlavon ham sizga muntazir. Kecha kechqurun Bulg'ordan 300 tuyali katta karvon keldi. Karvon bir turkum bulg'ori Satyon etagi va 100 ga yaqin asir o'rislarni keltirgan. Har kuni so'q bo'tqa va kunjut yog'i bilan boqilib kelgan bo'lsalar-da, yo'lda 200 ga yaqin qul o'lgan. Bundan ilgari boshqa bir karvonni turkman qaroqchilari talagan edi. Bu qora hanjarning ishi bo'lsa kerak. Men turkman ko'chmanchilarni urug' aymog'igacha qirib tashlayman. Biroq meni hammadan ham Bag'doddan kelgan hojilar tinchitmayotdilar. Bag'doddan kelgan arab darveshlar ko'rinmaydimi? Ularning hammasi Bag'dod xalifasining josuslari. Hammasi menga yomonlik qiladigan odamlar. Qanday yaramas odamlar dinning ulug' homiysiga yomonlik ravo ko'rar ekanlar. Musulmonlar shunaqa bo'lib ketgan. Shoh kiyinib bo'ldi-da, odatdagi yo'li bilan yo'laklardan o'tib, so'nggi aylanma tosh zinadan chiqib ketdi. Vakil bilan mash'ala ko'targan haram og'asi oldinda eshiklarni ochib borar edilar. Shoh saroyining tosh minoriga chiqdi. Ikkinchi bob. Navbati Iskandariy. Tekis maydonda yarim davra tortib 27 ta yosh xonzodalar qal'aning teshik devori bo'ylab turar edilar. Bular Go'r, G'azni, Balx, Bamiyan, Termiz va boshqa viloyat hokimlarining o'g'illari edilar. Bularning otalari isyon qilichini ko'tarmasinlar deb shoh ularni nazorat ostida saqlardi. Yigitchalarning barchasi do'mbira va childirma ushlab olgan. Karnaychi, sunnaychilar ham hozir. Bir chekkada Xorazm qo'shinining bir qancha sarkardalari turardilar. Shoh ko'ringanida hamma din homiysi, majusiylarning ofati, yengilmas shohimiz ko'p yillar yashasinlar deb qichqirib yubordi. Shoh xo'mrayib atrofga nazar tashladi. Temur Malik qani? Shu yerdaman shohim. Safarlarda Muhammadning ajralmas hamrohi, novcha, hamisha xushchaqchaq Temur Malik 2 ta bolani yetaklab ilgari chiqdi. Bolalarning biri shohning eng so'nggi qipchoq xotinidan bo'lgan kenja o'g'li, ikkinchisi esa o'g'li Jaloliddin va turkman kelinidan bo'lgan nabirasi edi. Temur Malik bolalarni shoh oldiga keltirib qo'ydi. Shoh engashib, o'g'lini yuzini silab qo'ydi. Nabirasidan dag'dag'a bilan "Jaloliddin xon qayerda?" deb so'radi. "Otam lochinlar bilan ovga ketgan edilar", dedi bola. Uning qop-qora ko'zlari oppoq sallasi ostida javdirar edi. "Temur Malik, 3 tarafga ot choptirib, Jaloliddin xonni qidirtiring. Turkmanlar karvonlarga hujum qilib yotibdilar. Mening o'g'limga ham hujum qilishlari mumkin. Amringizni bajo keltiramiz, muhtaram shoh." Yuqoridan xuddi bulutlar orasidan bolalarnikiga o'xshagan ingichka ovoz eshitildi. "As-salatu xayrun minan nawm." Shams singari turgan minoraning uchi uzoqdagi tog'lar orqasidan chiqqan quyoshning pushti nurlarida yarqiradi. Shahardagi barcha binolar hali tong qorong'usiga cho'mgan edi. Yosh xonlarning kattasi Xorazmshohga do'mbirasini berdi. Muhammad hammaga qarata xitob qildi. "Buyuk Iskandarga shon-sharaflar bo'lsin. Dunyo fotihiga sharaflar bo'lsin. Iskandar Erondan tortib Jayhun va Zarafshon daryolariga qadar bo'lgan yerlarni bosib o'tdi. Iskandar bizga o'rnak, ustozdir. Biz uning sharafiga baland ovoz bilan 3 marotaba navbati Iskandariy ijro etaylik." Childirma va do'mbiralar gumbirladi. Mis laganchalar jarangladi. Karnay surnay chalindi.
Hamma Botir Iskandarni 3 marotaba olqishladi. Hamma jim bo'lib, shovqinning aks sadosi saroyning baland qal'alari ustida yangrab turganida Temur Malik so'z boshladi. Biz ulug' Rum shohi Iskandarga tegishli sharafni ado etdik. Tangri rahmat qilsin uni. Lekin u yosh bo'lgani uchun zimmasidagi vazifalarning faqat yarmigina bajo keltirgan. Hozir bizning yangi Iskandarimiz buyuk sohibqiron va sarkarda Muhammadimiz. Buyuk Xorazm davlatini yaratgan kishimiz bor. Alloh islom mamlakatlarini qudratli hukmroni shohi Muhammad Alovuddinning umrlari uzoq bo'lsin. Ulug' shohimiz sharaflariga ham 3 qayta navbatda Iskandari ijro etaylik. Sukunatni yana childirma, mislagancha do'mbira va karnaylarning baland ovozi buzdi. Muhammad Shinak yonida g'azabli, qahrli va o'ychan bir holatda yelkalarini kerib turardi. Uning oppoq sallasi ostida xuddi zo'r fikrlar yurganday tuyular edi. "Oq yo'l tilayman. Boringiz", dedi Xorazmshoh. Hamma qo'l qovushtirib, yo'rg'alab uning yoniga keldi-da, etagini o'pib, orqaga qaytdi va qorong'u zinapoyaga kirib ko'zdan yo'qoldi. Temur Malik 2 bolani yetaklab hammadan keyin ketdi. Shohning nabirasi: "Dadam menga tirik jayron olib kelaman degan edilar", dedi. "Menga pushtipanoh ovchi qoplon beradilar. Seni ham, jayroningni ham yeb qo'yadi." Shoh Shinak devoriga suyandi. Quyida past baland tomlar, saroy bir-biriga yo'lak bilan tutashgan bir muncha mayda imoratlardan iborat besunuqay bir bino edi. Saroy baland va katta-katta qorovulxonalar joylashgan eski devor bilan o'ralgan. Yorug' osmon fonida nayza ushlagan qorovullarning harakatsiz gavdalari yaqqol ko'rinib turardi. Shoh uzoqlarga, tutun chiqayotgan tomonlarga uyg'onib kelayotgan katta shaharga anchagacha qarab turdi. So'ng saroy hovlilarining biridagi keksa terak ostida oqarib turgan o'tovga ko'zi tushdi. Unda haramning yangi duri, uning oldidan ertalab qochib ketgan qora turkman qizi Guljamol turardi. U saroyning qorong'u hujralarida turishga rozi bo'lmadi va turkman ayollari singari ochiq havoda turishni istab, oddiy is bosgan o'tov tiktirdi. U haramdagi eram gulzorlarning gullari yoniga kirishni istamadi. U haligacha o'zini qanday tutish kerakligini bilmasdi. Shuning uchun ham shohning onasi Turkman xotin uni xushlamas edi. Gerdaygan qiz ekan, o'z hukmroniga qarshi qo'l ko'taribdi. Ko'rarman, gilamli uyga sevikli qoplonim kirganida qanday dod faryod qilar ekan. Pastdan minora tagidan ovozlar eshitildi. Ertalabki sukunatda bu ovozlar ochiq oydin eshitilardi. "Musulmonlar, quloq solinglar. Shoh Muhammad shariatdan yuz o'girib, jirkan shiy mazhabga kirdi. U kofir forslarga marhamat qilib, o'z atrofiga majusiy qipchoqlarni to'pladi. Uning otasi Shoh Takash haqiqiy turkman edi. Muhammad esa turkmanlarga past nazar bilan qaraydi. Unga ishonmanglar." "U yerda vasiyotgan kim?" "Vakil. Nega nazorat qilmaysan?" Vakil af so'raganday shohga ta'zim qildi. "Baqirayotgan zindondagi Shay Majiddindir. U na zanjirdan va na zindon zulmatidan qo'rqadi. Unga ayniqsa dono onangiz Turkman xotin o'zlarini yaqin tutadilar. Lekin u o'z podshohiga qarshi adabsiz so'zlar so'zlaydi. Kecha shahardagi barcha darveshlar yig'ilib, bu devoni Shah Majiddin zindondan qutqarishga ont ichganlar." Muhammad vakilning yelkasini silkitdi. "Lapashang! Tezroq jallodlar boshlig'i Jahon pahlavonga ayt. Men bu isyonchini uning mahkama qo'liga topshirdim. Ayt. Devona darveshlar uni qutqarmasdan burun tezroq harakatini qilsin." Xorazmshoh minoradan tushib, qabulxonasiga kirdi. Bu xonaning devorlari qizil movut bilan qoplangan. Bu yerda shohni 3 ta mo'ysafid imom kutib turardi. U kavshini yechib, sandalga o'tirdi. "Qani, kelinglar, o'tiringlar ustozlarim." Pogakda cho'kka tushib o'tirgan 3 imom minnatdorchilik bildirib, shoh yoniga o'tirdilar va sandalga oyoq uzatdilar. "Qani", dedi shoh. "Menga aytinglarchi, men islom mamlakatining qudratli hukmdori, Bag'dod xalifasi menga bo'ysunsin desam,
To'g'ri bo'ladimi? Agar xalifa menga bo'ysunmasa, nima qilishim kerak? Imomlar keltirgan katta kitoblarni ochdilar va birin-ketin Qur'on suralarini qiroat qilib, Muhammad Allohdan so'ng yerdagi eng oliy zot ekanini, uning so'zlari doim to'g'ri ekanini va uning har bir amri, har bir so'zi muqaddas ekanini isbot qilib ketdilar. Uy qorong'u, tovadondan xira yorug' tushib turar edi. Mis chiroq poyadagi jinchiroq lipillab turardi. Imomlar kitobga qaramay suralarni yod o'qiy boshladilar. Shohning orqasida uning bosh dasturxonchisi mag'rur qiyofada turardi. U bir so'z yoki qosh imosi bilan oyoq uchida yurgan chaqqon xizmatkorlarga buyruqlar berardi. Bakavul bosh oshpozdan kumush laganlarni olardi. Shohning marhamatini kutgan bir to'p mansabdorlar eshikdan mo'ralab turardilar. Burniga kumush buloqi taqqan Habashqul xontaxta keltirib qo'ydi. Dasturxonchi epchillik bilan shohi dasturxonni yozdi. Bakavul qo'y yog'i solingan qaynoq chiroyli piyolalarni kumush patnusa keltirib qo'ydi. Dasturxonga bir dasta singib pishgan yog'li non, qaymoq, idishda maska va asal qo'yildi. Shoh imomlarning so'zlarini tinglarkan, piyolalarni birin-ketin bo'shatar va non yer edi. Sandal va shirchoy issig'i bilan qizigan shoh o'z vaqtida qo'yilgan yostiqqa suyanib, xurrak ota boshladi. Bu shohning olim imomlar tomonidan berilgan fatvolardan qanoatlanganini ko'rsatardi. Hamma oyoq uchida yurib chiqib ketdi. Dasturxon ham o'rtadan ko'tarildi. Mansabdorlar ham, xizmatkorlar ham g'oyib bo'lishdi. Faqat Habashqul islom mamlakatining ulug' sardorining uyg'onishini kutib, eshik tagida chordana qurib o'tirar edi. 3-bob. G'azab nayzasi. Shoh saroyining yonidagi katta maydonga joylashgan baland, mudhish o'lim minorasini urganchda bilmagan odam yo'q. Uning pastak temir qoplangan eshigiga katta qulf solingan. Kalit eshik yonidagi zinada zang bosgan, katta nayzasini g'isht devorga suyab turgan qorovulning bo'yniga osilgan. Qorovul oldiga bir parcha gilamga o'tgan ketganlar zarang kosada qatiq qo'yib ketishar, non, bir bog'lam piyoz, bir siqim chaqa va boshqa narsalar tashlab o'tardilar. Qorovul goho saxiyroq odamga minoraga yaqinroq kelib, zindondagilar bilan gaplashishga ijozat berardi. Minora tagida panjarali bir necha teshiklar qorayib turardi. Yerto'ladan bo'g'iq tovushlar eshitilardi. O'tkinchilarning oyoq tovushlari eshitilganida yerto'ladan chiqadigan tovushlar kuchayar, teshiklardan ozg'in qo'llar chiqardi. Yo'l-yo'l to'n kiygan va o'ngib ketgan ko'k salla o'ragan bir oddiy qishloqi bilan katta oppoq salla o'ragan imom qorovulga pul berib devordagi teshikka yaqin kelishdi va panjaradan uzatilgan ozg'in kir qo'llarga non tutqazishdi. Shunda qichqiriqlar zo'rayib, teshikka qo'li yetmaganlar so'kinishdi. Yorug' dunyodan mahrum bo'lganlarga xayr qilinglar. Eski ko'ylaklaringni beringlar, kana yeb tashladi. Voy, ko'zimni bosib olding. Tor ko'cha tomondan olomon shovqini eshitildi. Quloq kiyib, hassa ushlagan darvishlar maydonga chiqdilar. Ular zikr tushib kelishar, orqadan tomoshabinlar chopib kelardi. Darvishlar zindon eshigiga yopishib, qulfni sindirish tilagida tosh va hassalari bilan ura boshladilar. Ba'zilari zindon teshigiga bosh suqib qichqirdilar. Shayx Majdiddin Bag'dodiy, tirikmisiz? Biz sizga din va haqiqat yo'lida azob chekayotgan kishiga mat o'qigani keldik. Hozir sizni ozod qilamiz. Yer ostidan cho'ziq bir qichqiriq eshitildi. Hamma quloq solib jim qoldi. Xalqni ezuvchi zolim hollar Xudoning la'natiga uchrasin. Xalifaga qarshi qilich ko'targanlar Xudoning g'azabiga duchor bo'ladi. Jallodlar, o'g'rilar yer bilan yakson bo'lsin. Darvishlar tomonidan chekkaga chiqarib qo'yilgan qorovul saroyga chopib ketdi. Saroydan qipchoqlar ot qo'yib kelib, olomonni qamchi bilan urib haydadilar. Darvishlar dod-voy bilan maydondan qochdilar. Saroy darvozasi ustida shinaklar orasida bir necha odam ko'rindi. Baland bo'yli, malla yo'l-yo'l to'n kiygan bir kishi oldinda turar. Qolganlar qo'l qovushtirib uning amrini kutardilar. Xorazm shohning saroy darvozasi ustida ko'rinishi kimningdir o'ldirilishiga dalolat qilar edi. Darvozadan shohning jallodlari, jondorlar ko'k ko'ylagining yengini yelkasigacha shimarib olgan,
qizil gul tikilgan keng malla ishton kiygan, qomati kelishgan, gavdali kishilar chiqdilar. Bular katta Xuroson shamshirlarini yelkalariga qo'yib, maydonga yopirilib kelayotgan haloyiqni surib davra oldilar. Hammadan keyin baland bo'yli, bukchaygan, ozg'in, qo'llari tarvaqaylagan mashhur bo'g'uvchi jallod boshi G'azab knyazi Mahmud Jahon pahlavon chiqdi. To'nining bari sariq charm shimiga tikilgan. Ustida esa kamar bog'lab, yelkasiga xurjun tashlagan edi. U odatda muhim aybdorning boshini kesgach, o'sha xurjunga solib shohga eltar edi. Maydonning o'rtasida chuqur qorayib turadi. Uning yonida esa supacha, unga yaqin yerda esa ikkita dor turar edi. Ikkita yarim yalang'och qo'l zanjirlarini jaranglatib, behi novdasidan tikilgan katta savatni sudrab olib kelib supacha yoniga qo'ydi. Zindon noziri temir qoplangan pastak eshikni ochdi. Bosh jallod bir necha yordamchilar bilan zindonga tushib ketdi. U yerda dod faryodlar eshitildi. So'ng sukunat bosdi. Jallodlar zindondan 15 ta mahbusni olib chiqdilar. Bularning hammasi o'ng oyog'idan bir zanjirga bog'langan edi. Hamma yog'i loy, latta puttaga o'rangan. Zindonda uzoq yotishidan sochlari paxmoq bo'lib, o'sib ketgan mahbuslar bir-birlariga suyanishib, quyoshning kechki nurlaridan ko'zlari qamashib, maydonga chiqdilar. Zindon eshigiga yana qulf solindi. Zindondan faryod nidolari eshitilardi. Qo'riqchilar o'limga hukm qilingan zanjirband gunohkorlarni o'rab borishardi. Sochi paxmoq qari bir mahbus qoqining orqasidagi ikki o'rtog'i bilan birga yiqildi. Ularni urib turgizdilar va dor ostiga haydadilar. Supa ustiga chiqqanlarida hammalarini tiz cho'ktirishdi. Jallodlardan biri mahkumlardan birining sochidan ushlab tortdi. Bosh jondor esa ikki qo'liga ushlagan shamshiri bilan bir urib kallasini oldi. Keyin baland ko'tarib, tinch turgan haloyiqqa ko'rsatdi-da savatga tashladi. Haloyiq ichidan qamalganlarning qaysi biri darveshlarning boshlig'i Shayx Majdiddin Bag'dodiy degan so'roqlar eshitildi. Ochlik va xastalikdan ozib ketgan bandilar bir-birlariga juda o'xshardilar. 14-kishining boshi kesilganida maydonda "Podshoh so'zlamoqchilar, Amir al-Muslimin amr qilmoqchilar" degan shovqin ko'tarildi. Hamma saroy darvozasi ustiga qaradi. Yuqorida turgan Xorazmshoh oliv ro'molini silkidi. Bu "To'xta, qolgan gunohkorlarni kechirdim" degani edi. Bosh jallod uzun shamshirini qizil latta bilan arta turib, "Temirchini olib kelinglar" deb qichqirdi. Gunohkorlarning 15-chisi Mirza Yusufning shogirdi To'g'on edi. Bu yosh bola ko'zlarini javdiratib atrofga qarar, qanday voqea ro'y berganini anglamas edi. "Shohning yuksak marhamati uchun qulluq qil", dedi jallod va bolani saroy tarafga qaratib engashtirdi. Tayyor turgan temirchi To'g'onning oyog'idan zanjirni sindira boshladi. "Shoshma! Qayoqqa ketayapsan? Meni hali bo'lganim yo'q", deb qichqirdi temirchi. Biroq o'limga hukm etilganlar zanjirdan qutulganini ko'rgan To'g'on o'zini supadan olomon orqasiga tashladi-da, orqadan hayqirishlarga qaramay, bu yerdan tezroq qochib qolish uchun engishganicha zich bo'lib turgan xalq orasiga kirib boraverdi. Zindon oldidagi minora turgan maydon bo'shab qoldi. Qorovul zang bosgan nayzasiga suyanib turardi. Devor tagidan kattakon ro'molga burkangan qiz o'tib, minora ostidagi teshikka yaqin keldi-da, ehtiyot bilan "To'g'on, hoy temirchi To'g'on", dedi. Teshikdan uzun, ozg'in qo'l chiqdi va xirillagan ovozda javob berdi. "To'g'onning boshi allaqachon olingan. Bizga biroz ovqat ber, unga Qur'on o'qiylik." Qiz teshikka o'zini urib, "To'g'on, javob ber, tirikmisan?" deb qichqirdi. Zindondan yana nido eshitildi. "Keltirganlaringni bizga beraver. Sening To'g'oningga endi hech narsa kerak emas. U hozir jannatda payg'ambar bilan birga palov yeb o'tirgandir." Qiz qo'lidagi non va qovunni uzatilgan qo'llarga berib, qorovul yoniga keldi. "Nazar bobo, rostini ayting, To'g'on degan bola o'ldimi?" "O'lgan bo'lsa ham bordir. Uni boshqalar bilan birga o'ldirgani olib ketishgan edi", deya qorovul maydonni ko'rsatdi. Keksa bir darvesh kelib, qorovulning qo'liga bir necha chaqa berdi-da, qulog'iga "Nega o'ldirilganlarning orasida bizning shayximiz Majdiddin Bag'dodiy yo'q edi?
uni o'ldirish keyinga qoldimi? deb pichirladi. Pulni qiyig'ining qatiga qistira turib qorovul, podshoh shayxning so'kinishlariga g'azabi kelib, darveshlar qutqarmasdan turib o'ldirishni buyurdi, dedi. O'zi omonmi hali? Yo'q. O'limga hukm qilinganlarni zindondan olib chiqayotganida bosh jallod pahlavon o'zi qo'li bilan bo'g'ib o'ldirdi. 4-bob. Tikilgan ko'lanka. To'g'on olomon ichidan chiqib, ikki oyog'i paxsa devorli jimjit ko'chaga kirdi. Bu ko'chadan yurib daryo bo'yiga chiqdi. Chuqur daryoda loyqa suv jimillab oqardi. Yuk, shoh, pichan va qo'ylar ortilgan uzun, besunaqa kemalar sekin suzardi. Shu kemada uzoq yerlarga, boshqa yurtlarga ketib qolsam edi, biroq bu qadar kir bosgan, yaralanib ketgan holda chirigan ko'ylagim bilan kim kemaga tushirar edi? Qirg'oqqa yaqin yerda sap-sariq qum chiqib yotar edi. To'g'on shu qumloqqa tushib, kiyim boshini chayib oldi. Cho'mildi, o'zini oftobga solib yotdi. Hayol surib dam oldi. Bir o'limdan qolib, zindondan chiqqan odam qayerga ham borardi? Uni kim ishga olardi? Shahar kichkina, odam ko'p. Hamma ham bir luqma palov topish harakatida. To'g'on oyog'ida hamon osilib yotgan zanjirga va o'yib, doimiy va o'lguncha deb yozilgan xatga qaradi. Mening keksa Mirza Yusufim zindondan chiqqan bandi bilan gaplashishni ham xohlamas. Faqat Benzangijaning rahmi kelar. Lekin Mahovga o'xshab yara bosgan holda uning oldiga borib bo'larmidi? Har qanday bo'lsa ham, xo'jayinim Qori Maqsumning oldiga borishim kerak bo'ladi. U mana bu zanjirni olib tashlashga yo'l qo'yadi. To'g'on do'konlar oldiga supachada bo'qoqlar o'tirgan uzun ko'chadan yurdi. Mollar do'konlarning ochiq turgan eshigi tavaqalariga osilgan va tokchalarga taxlangan. Usti tim ko'cha xiyla qorong'u edi. Quyoshning yotiq tushgan nuri goh pushti va goh ipak bilan tikilgan bir juft sariq etikka, goh kumush bilan oyat yozilgan mis laganlarga, goh bo'ri terisidan tikilgan telpak kiygan ko'chmanchi oldiga do'kondor yoyib qo'ygan yo'l gazlamaga yoki rang-barang kiyim kiygan xotinlar guruhiga qo'shib yashnar edi. Qori Maqsumning temirchilik do'koni temirchilikning narigi boshida edi. Bu yerdan urilayotgan bolg'a va daranglayotgan tuniki parchasining shovqini eshitilar edi. Bu yerda temirchilar shamshir, pichoq, nayzaning uchi va boshqa yaroq aslaha yasar edilar. Fors va rus qullari ishtonchang, kuyib ketgan charm peshkir kiyib ishlardilar. Bular sandonga engashib, bolg'achalari bilan mis tog'oralarga chiroyli naqshlar solardilar. Boshqalar xirillab nafas olib, qizitilgan temirlarni og'ir bolg'a bilan yanchardilar. Qurum bosgan dam bosuvchi bolalar qo'raga olov oldirib qo'yib, yog'och paqirlarni ko'targanicha ariqdan suv keltirganini chopardilar. Soqolining uchiga xina qo'ygan barvasta, keng yelkali Qori Maqsum bir parcha gilam tashlangan supachada o'tirib ishchilarga hayqirar, o'tgan ketganlarni salomiga alik olar edi. Uning yonida ikkita qul, biri yosh, qochmoqchi bo'lgani uchun peshonasiga kuydirib tamg'a bosgan, ikkinchisi keksa, qurum bosgan beparvo kichkina bolg'a bilan simdan bir nima yasamoqda edi. Bular eng qimmatli ishni bajaradilar. O'tga solmay, sovug'icha mashhur Damashq po'lati javharni ishlamoqda edilar. "Bu yerga nega kelding? Qayt orqangga!" deb baqirdi xo'jayin. "Zindondan chiqqan odamni qaytib ishga oladi deb o'ylaysanmi? Ruxsat eting, bolg'ani o'zim olib, zanjirni sindirib tashlay. Murdor qo'llaring bilan bolg'alarimni iflos qilasanmi? Qoch, bo'lmasa ombur bilan kuydiraman." To'g'on nohaq ranjitilganidan g'azablanib nari ketdi. Bola bechora boshi oqqan tomonga ketishga tayyor edi. U devorga suyanib turgan darvishga parishon hol qarardi. Timning teshiklaridan tushib turgan quyosh uning turoq to'nini yoritib turardi. Darvish hadislar o'qib, katta igna bilan quroq to'niga pushti lattadan yamoq yasardi. To'g'on ranjiganidan va jahli chiqqandan nima qilishini bilmay turib qoldi. Uning ko'lankasi darvishning tizzasiga tushib turardi. "Ko'rdingmi o'g'lim?" dedi darvish. "Men to'nimga yamoq soldim. Yamoq solingan joyimga esa
sening soyang tushib turgan edi. Yamoq bilan qo'shib, sening soyangni ham tikib yubordim. Endi sen menga mahkam bog'landing. Bundan keyin soyang singari orqamdan ergashib yurasan. Bola yugurib borib darveshning yoniga o'tirdi. Rostini aytyapsizmi? Yo, kulyapsizmi? Men sizga xizmat qilay, barcha buyurganingizni bajaray. Faqat ket demang. Darvesh bosh chayqadi. To'ng xo'jayining seni haydab yuborganini eshitdim. Nega xafa bo'lasan? Dunyo senga torlik qilib qoldimi? Menga yo'l ko'rsatuvchi bo'l. Birgalashib Buxoroy sharifga boramiz. Seni quvgan yerdan darrov ket. Chaqirganlarning oldiga amin bo'lib bor. Endi darveshning to'niga tikilding. Jahongashtalik davring boshlandi. Qani yur, ketimdan uka. Darvesh hassasini dukkillatib ilgari yurdi. Holdan toygan to'g'on esa uning ketidan oqsoqlanib ergashdi. Bir necha temirchilar yonidan o'tgach, darvesh ko'chaning muyulishida to'xtadi. Bu yerda kichkina bir maydoncha bo'lib, qurum bosgan, faqat suyak va teridangina iborat bo'lgan sayyor bir temirchi dam yorida ivirsib yurardi. Lekin uning ozg'in qo'llari maqsadonda bolg'a va omborni epchillik bilan ishlatar, tayyorlangan mayda qora mixlar silovga ketma-ket tushib turardi. 5-bob. Saxiylik. Darvesh Hoji Rahim hassasini dukkillatib, Urganchdagi katta markaziy bozorning tor ko'chalaridan o'tib borardi. Bu yer miskarlik, ustalik bilan naqsh solingan mis jom, lagan, oftoba va boshqa idishlar yarqirab ko'zni olardi. Chiroqpoya, sopol tovoqlar, Xitoy chinnisidan jaranglaydigan Iroqi shishadan yasalgan oq va havorang idishlar rastasi ham shu yerda. Bir tomon attorlik, undan noyob malham va boshqa shifobaxsh narsalarning xushbo'y hidi anqib turadi. Bu yerda mozi, shishqoli, muham baliq, bujg'un, shur zinniq, soch moyi, hindi ambari, Eron mulki, nasha va boshqa har xil narsalar sotilardi. Hoji Rahim bozorchilar orasidan o'tib, tilangandek do'konlar oldida to'xtar, ammo birovni axtargandek har biriga tikilib qarardi. U bazdozlik rastasiga kirganida chordona qurib gerday o'tirgan bazdozlar mayda chaqalar tashlab, "O'ting duogo'y" deyishadi. Bular darveshning qop-qora qo'li, kumush rang noyob shoxiga yoki qudratli va dongdor beklarga hurmat, ehtirom yuzasidan tortiq qilinadigan qimmatbaho zar kimxoblarga tegib ketmasin deb qo'rqar edilar. Bu rastada Hoji Rahim axtargan odamga o'xshash kishi ko'rindi. Bu kishi boshqa bazdozlar qatorida shoh yostiqlarga suyanib o'tirardi. Uning ozg'in Samarqand qog'ozi singar nursiz yuzi, ichiga kirib ketgan qora ko'zlari og'ir kasal bo'lganini ko'rsatardi. Yonida o'tirgan savdogarlar uni izzat-hurmat qilib, oldiga somsa, chakchak, yong'oq va pisti qo'yishardi. Bu qimmatbaho kulrang jun kiyim kiygan guldor shohi do'ppili savdogar Xitoy chinni piyolada choy ichardi. Shahodat barmog'ida feruza uzuk. Darvesh do'kon oldida to'xtadi. Savdogarlar uning zarang kosasiga bir necha chaqa tashladilar. Lekin darvesh turaverdi. "O'ting duogo'y", dedi savdogarlar. "Xayr qildik, bo'ldi." Nihoyat xasta savdogar unga qaradi va ajablanib ko'zlarini katta-katta ochdi. "Nima deysiz?" dedi. "Siz kuchli odam emishsiz. Olamni karvon bilan aylanib, o'z hayotingizda ko'p narsalarni ko'rgan emishsiz", dedi Hoji Rahim. "Bir savolimga javob bera olmaysizmi? Agar siz mendan muqaddas kitoblarni tushuntirib ber demoqchi bo'lsangiz, mendan ko'ra ko'proq biladigan ulamo va fuzulolar bor. Men faqat pul sanashni va mol gazlashni bilaman." "Bo'ldi, devona darvesh, yo'lingizdan qolmang", deb qichqirishdi savdogarlar. "Sadaqa berdik-ku", deya uning qush qo'liga yana somsa va yong'oq tashladilar. "Yo'q, men javobingizni kutib turibman. Chunki mening savolim o'zingizga tegishlidir, muhtaram savdogar.
Ayting. Agar sizning do'stingiz bo'lsa, u do'stingiz sizga sodiq bo'lsa, siz bilan baravar g'am tortsa, musofirchilik og'irligini, ochlikni, issiqni va qaro bo'ronni siz bilan birga boshdan kechirsa, siz uning qadriga yetarmidingiz? Albatta yetardim, dedi savdogar. Qani gapiring, darvish barchaga murojaat qildi. Xudo sizlarga tansihatlik, xotirjamlik bersin. O'z vaqtida boy va saxiy, bekami ko'st, baxtli, uy va gullagan bog' egasi, moy kosasi doim to'la bo'lgan kishiga bir qarangiz. Biroq meni taqdir qamchisini, boshimga kelgan baxtsizlikni, hasad olovini daft qila olmadim. Bu baxtsizlik balosi qo'lim qurib, uyim bo'shab, bog'im xazon bo'lib, ulfatlarim tarqaguncha izimdan qolmadi. Hamma narsa o'zgardi. Menga g'am oziq bo'ldi. Qornim ochlikdan ich-ichiga kirib ketdi. Sarg'aygan yuzimni qizartiradigan uyqudan ham mahrum bo'ldim. Lekin birgina do'stim qoldi. U meni musofirchilikda g'orlar makonim, toshlar to'shagim bo'lgan kezlarda, yalang oyoqlarimni qattiq tikanlar qonatgan chog'larda ham yolg'iz qo'ymadi. Bu do'stim men bilan Shonli Bag'dod shahriga, Makka-yu Mukarramagacha bordi. U hamma vaqt mushkullarimni oson qilar, xurujimni ko'tarar va sovuq kechalarni meni isitar edi. Biroq baxtli kunning kelishi uzoq va qiyin bo'ldi. Xorazm vohasiga yetib kelganimda kutilmagan falokat meni do'stimdan ayirdi. Endi men qashshoqlikka ulfat bo'lib, uysiz va yotar joysiz qoldim. Xasta savdogar so'radi. Sizni nega do'stingizdan ayirdilar? U agar Makkaga borgan bo'lsa, hoji ekanda, siz bilan uni ranjitishga kim jur'at etdi? Bizni bir savdogar ayirdi. Kim ekan u? Garchi men baxtsizlarning eng baxtsizi bo'lsam ham, yo'lda mendan ham baxtsizroq kishini qaroqchilar yarador qilib, qarovsiz qolgan bir savdogarni uchratdim. Men unga qo'limdan kelgan yordamni qildim. Yaralarini bog'ladim, Urganchga olib kelmoqchi bo'ldim va uning oltin lochinini asradim. Diqqat bilan quloq solib turgan savdogar birdan seskanib ketdi-da, darvishning so'zini bo'ldi. Bo'ldi. U savdogarga keyin nima bo'lganini hammamiz bilamiz. O'sha savdogar men bo'laman. Men ko'pdan sizni axtarar, tashakkur bildirmoqchi edim. Do'stingiz kim edi? Balki men uni kulfat zindondan qutqararman. Faqat siz do'stimni qaytarib bera olasiz. U o'zini hoji deya olmaydi. Chunki shayton kabi dumi bor. Do'stim eshagim edi. Sizni davolagan xasis viloyat hokimi eshagimni olib qo'ydi. Agar boshqa bir eshak sotib olishga yordam qilsangiz, murodim hosil bo'ladi. O'z eshagingizni topib beraman. Men uni hokimdan sotib oldim. Hozir u shu yerda, hovlida. Quloq soling, hayrab sizni o'qishlayotgan o'sha emasmi? Bu hech gap emas. Mana shu do'kondan bor narsalardan istaganingizni oling. Eng yaxshi kiyimlardan deysizmi, satxiyon etik deysizmi? Men darveshman. Mening qalin jun chakmonim bor. Shu ham menga bo'ladi. Lekin yalang'och ko'lankamga bir sidr sarpo qilib bersangiz kifoya. Bu ko'lanka ketimdan sira qolmaydi. Savdogarlar kulib yuborishdi. Hazilingizni qo'ysangiz-chi, ko'lankaga ham sarpo kiygizib bo'larmidi? Darvish devorga suyanib turgan to'g'onni ko'rsatib, "Mana, qarshilaringizda turibdi", dedi. "Hasan", dedi savdogar. "Mana bu bolani tayyor kiyim sotiladigan do'konga olib kirda, uzoq safarga ketayotgan kishini qanday kiyintirishni istasang, shunday kiyintirib qo'y. Butkul yangidan kiyintiraymi? Ha, boshdan oyoq kiyintir. To'n, ko'ylak, eshton, paypoq, etik, belbog', qalpoq hammasini ber. Siz Jahongashda bugun kechqurun menikiga keling. Uyim qayerdaligini Hasan aytib beradi." Xizmatkor darvishni
va hijolatda qolgan to'g'onni erlar, ayollar va bolalarning tayyor kiyimlari osilib turgan do'konga olib kirdi. Xizmatkor Hasan eng yaxshi kiyimlarni taklif qilsa ham, darvish faqat yo'lbob, pishiq kiyimlarni tanlar edi. To'g'on urganch bolalari singari kiyinib, boshiga ko'k salla o'rab do'kondan chiqqanida Hasan darvishga bir charm karmon uzatib dedi: "Xo'jayinim Mahmud Yalavach yo'lda zoriqib qolmanglar deb, mana bu 5 oltin dinorni sizga topshirishni buyurdi. Bundan tashqari, xo'jayinimning hovlisida egallangan eshagingiz sizni kutib turibdi. Uni istagan vaqtingiz minib ketishingiz mumkin. Siz xo'jayinimga katta yaxshilik qilganga o'xshaysiz. U kishi kamdan kam bunaqa saxiy bo'ladilar." Kechqurun Hoji Rahim savdogar Mahmud Yalavachnikiga bordi. U Hoji Rahimni go'zal bog'ning o'rtasida shiyponi qarshi oldi. Ular bir piyoladan choy ichgach, xizmatkor chiqib ketganida savdogar shivirlab: "Qaysi oltin lochin to'g'risida gapirayotgan edingiz?" dedi. Darvish belbog'ining qatidan lochin surat o'yib solingan oltin taxtachani olib Mahmud Yalavachga uzatdi. U darhol darvishning qo'lidan olib qo'yniga soldi. "Esingizda tuting", dedi u. "Qanday voqea yuz bermasin, dunyo ostin-ustun bo'lgan taqdirda ham mening daragimni eshitsangiz, to'g'ri uyimga kelavering. Hamma vaqt yordam qilaman. Urganchda nima qilmoqchisiz?" "Ertaga Buxoroga jo'nayman. Hamisha tepangda qilich tayyor turgan. Gunohkormisan, yo'qmi? Bunga qaramay bo'yningga qilich tushishi mumkin bo'lgan bir yerda ortiq turishdan qo'rqaman." "Yo'q, undan ko'ra sayohat xastasi va uzoq yo'l yaxshi." 6-bob. Turkon xotin fitnasi. Ark darvozasi ochilib, undan semiz to'riq otlarga mingan, oq qalpoq, qizil yo'l kamzul kiygan, dastasi oltindan yaraqlab turgan shamshir taqqan otliqlar juft-juft bo'lib birin-ketin chiqa boshladilar. To'ladan kelgan, savlatli, zumradlar qadalgan oq shohi qalpoq kiygan Xorazmshoh Muhammad keng ko'krakli, oltin asboblar bilan ziynatlangan to'riq otda xo'mrayib kelardi. Shohning zangori kimxob to'ni, kamari va qimmatbaho toshlar qadalgan qilichi quyoshda yarqirab ko'zni qamashtirar edi. Xorazmshohning ketidan 2 yosh otliq borardi. Kumush jilovi urilgan qora turkman toyi ustida qorachadan kelgan bir yigit kerilib borardi. Bu turkman xotinining o'g'li. Shohning valiahdi Jaloliddin edi. Uning yonida qora uzun ayollari mayda urilgan saman otda kimxob to'n kiygan bola borardi. Bu shohning qipchoq xotinidan bo'lgan kenja va eng sevikli o'g'li. Ular orqasidan qirmizi yo'lpushga uralgan otlarda Xorazmning kibor mansabdorlari borardilar. Shohni qo'riqlovchi 1000 askar 2ga bo'lingan. Bir qismi oldinda bozorning markaziy ko'chasidan borib, tomoshabinlarni qamchi bilan haydar, qolgan qismi shohni o'rab olgan edi. Uchragan har bir kishi engashib ta'zim qilar edi. Ular islom mamlakatining ulug' hukmroniga yaqindan qarash huquqidan mahrum edilar. Karnay nog'ora sadosini eshitgan savdogarlar shoshilib, do'konlardan gilamlarni olib chiqar, ko'chaning loyiga qaramay shohga poyandoz solar edilar. Muhammadshoh maqtovlarga va sadoqat bildirgan hayqiriqlarga o'rgangan edi. U otining tuyoqlari ostiga bosh qo'ygan, yo'l-yo'l to'nli, son sanoqsiz kishilarga beparvo nazar tashlardi. Uning shishib ketgan yuzi ifodasiz, oppoq sallasi qop-qora soqolini yana ham qoraroq ko'rsatardi. Shohning onasi Turkon xotinning saroyiga kira berishda darvozaning 2 yonida o'q o'tmas mashhur Xorazm sovutlari, dubulg'alari kiygan, ingichka uzun nayza ushlagan qipchoq askarlari turardilar. Askar va olomon "Yengilmas shohimiz yashasinlar, taxtlarida barqaror bo'lsinlar" deb qichqirardilar. Atrofdagi tor ko'chalarda odamlar yopirilib chiqdi. Devorlarning usti tomlar odamlarga to'ldi. Bu safar qipchoq askarlarining soni odatdagidan, hatto qo'riqchilarga qaraganda ham ko'pligi Muhammadni ajablantirdi. Bular nimaga to'plangan ekan? Tuzoq qo'ymoqchi bo'lganmikin? Fursat borida orqa qaytsammi? Yo'q-e, shubhalanishning nima keragi bor? Ona o'z o'g'liga tuzoq qo'yadimi?
Ajabo, u otasi Takashshoh o'lganidan keyin onasiga o'ziniki barobar darajada hukmronlik huquqini baxsh etmadimi? Ajabo, onasining avlodidan bo'lgan Qipchoq askarlarini uning barcha yurishlarida ishtirok etib, yurtlariga, otalariga tushida ham ko'rmagan o'ljalarni olib kelmadimi? Olg'a! Muhammad darvoza oldida to'xtab qolgan otiga bir qamchi urib, saroyga kirdi. Assalomu alaykum, hurmatli shoh. Malikalar malikasi sizning qarshingizga chiqib kelayotirlar, deb Habash pardani ko'tardi va baland ovoz bilan qichqirdi. Sardori olam, din homiysi, islom qilichi. Shoh bir necha qadam bosdi. Yaltiroq yog'och devorli va panjara o'rnatilgan darchali qorong'uroq uyda zar kimxobga o'ralgan kichkina gavda ko'rindi. Uning ikki yonida 20 ta doydor Qipchoq xonlari tiz cho'kkanlaricha qotib qolgan edilar. Muhammad qo'l qovushtirib egildi-da, yo'rg'alab onasi yoniga kelib shivirladi. Assalomu alaykum. Mehru shafqat manbai, haqqoniyat namunasi. Kimxob qimirladi. Tovus pati o'rnatilgan yumaloq qalpoq yerga egilib tushib, yana ko'tarildi. Baxtsiz, bechora, beva onang Shohjahonni olqishlaydi. Meni hurmat va xursand qilib yonimga o'tir. Muhammad qaddini rostladi. Oq va pushti upa ellik surtilgan kichkina g'ozni, chaqnab turgan qora ko'zlarini ko'rdi. Turkon xotin Patnusiga o'xshash 8 burchakli oltin taxt ustida chordana qurib o'tirardi. Muhammad mamlakatning hokimi sifatida onasining yoniga o'tirishi kerak. Biroq taxtda ortiqcha joy yo'q edi. Shunga ko'ra shoh pastga, gilamga o'tirdi. Xorazm shohni o'zidan ko'ra pastda o'tirishini Qipchoqlarga ko'rsatishni istagan Turkon xotin uchun shuning o'zi kifoya edi. Muhammad Fotihaga qo'l ochdi. O'tirganlar pichirlab Fotiha o'qishdi. Turkon xotin mayin ovoz bilan boshini likillatib gap boshladi. Uning kimxob kiyimlari silkinar, boshidagi pat titrar edi. Seni, ulug' va sevikli o'g'lim, muhim ishlarni birga muhokama qilish uchun chaqirtirdim. Bu ishlar bizning shonli Xorazmshohlar avlodining va senga sodiq bo'lgan Qipchoq xonlarining taqdiriga taalluqlidir. Taxtimizni, hokimiyatimizni va do'stlarimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Hamma jim, faqat panjarali darchadan uzoqdan "Yashasinlar Xorazmshoh" degan ovozlar eshitilardi. Quloqim sizda dono onam. Eshitishimga qaraganda, sen yiroq mamlakatlarga safar qilish tilagida emishsan. Sen lochindek otingni yana jang maydonlarida chopib yurishni istar emishsan. Taqdiri azalni kim oldindan biladi? Azalda taqdir nimalar yozganini vaqtidan avval kim o'qiy oladi? Xudo saqlasin, agar sen din yo'lida shahid bo'lib, yashin kabi jannat bog'lariga ravona bo'lsang, sensiz bu yerda g'alayon ko'tarilishi mumkin. Mag'rur nabiramiz Jaloliddin biz Qipchoqlarni qirib bitirish niyatida turkmanlar bilan tirik biriktirishini afzal ko'rgan nazarga olib, Xorazm mamlakatini kelajakda idora qilish uchun boshqa bir odamni ilgariroq tayinlab qo'yish to'g'ri bo'lmasmi? Oqilona so'zlar, gavhardek qimmatbaho, deb Qipchoq xonlari qichqirdilar. Shuning uchun, deya davom etdi Turkon xotin. Mehribon Qipchoq xalqimizning mana bu eng doindor xonlari bilan maslahat qilgach, taxt vorisligiga Qipchoq kanizidan bo'lmish, sevikli xotiningdan bo'lgan kichik o'g'ling Qutbiddin O'zlakshohni tayinlashni Qipchoqlar nomidan so'rashga qaror qildim. O'g'lim, Jaloliddinni eng uzoq viloyatlardan biridan idora qilishga yubor. Bu yerda u senga ham, hammamizga ham qo'rqinchlidir. Muhammad nima der ekan deb hamma jim qoldi. U titroqli barmog'iga ipakdek soqolini o'rab, o'ylanganicha turardi. Agar rad qilsang, barcha Qipchoqlar Xorazmni tashlab, o'zlarining cho'llariga chiqib ketadilar. Men ham bir gadoyday ularga qo'shilib ketaman. Muhammadning hali ham ikkilanib turganini ko'rgan Turkon xotin yuzini o'girdi. Ilgari g'ulom bo'lib, chiroyli bo'lgani uchun amaldorlik martabasiga erishgan
Muhammad bin Solih uning orqasida turar edi. Qo'li bilan qilgan ishorasini fahmlab tashqari chiqdi-da, darhol kimxob to'n kiygan 7 yashar bolani yetaklab kirdi. Turkon xotin baland va buyruqomiz tovush bilan: "Mana taxt vorisi, Qipchoq xonlari, beklari, askarlari barcha aholisiga bildiramanki, bu bolaning taxtga voris bo'lishiga Xorazmshoh rozi", dedi. Xonlar irg'ib turib, bolani oldilar-da, bir-ikki bor ko'tarib qo'ydilar. "Yashasinlar, bor bo'lsinlar bizning qon qarindosh Qipchoq sultonimiz". Muhammad o'rnidan turdi. O'g'lini yetaklab, enasi Turkon xotinning yoniga o'tkazdi. "Quloq solinglar, beklar", dedi Muhammad. "Ko'rib turibsizki, men iltimosingizni bajo keltirdim. Endi sizlar mening amrimni bajo keltiringiz. Mening eski dushmanim Bag'dod xalifasi Nosir menga qarshi yana fitna uyushtirmoqda va qo'l ostimdagi xalqlarni isyon ko'tarishga undamoqda. Firibgar Nosir taxtdan tushirilmaguncha Xorazmda tinchlik bo'lmaydi. Biz tayinlagan, biz sodiq bo'lgan imom xalifa bo'lishi kerak. Shuning uchun xalifa qo'shinini tormor qilib, nayzamizning uchini Bag'dodning muqaddas tuprog'iga tikmaguncha tinchimayman. Biz bir tanu bir jon bo'lib, sizning qudratli qo'lingiz ko'rsatgan tomonga ot solamiz. Biroq avval elatimizni tinchitmog'imiz va qo'rqqan qarindoshlarimizga yordam qilishimiz kerak. Qipchoq cho'lidan elchilar keldi. Bizning tuprog'imizga sharqdan noma'lum kishilar bir qabilda bosib kelayotgan emish. O'tloqlarimizni egallab, elatimizni haydayotgan emish. Tezda borib, bu majusiylarni yer bilan yakson qilishimiz, podasini tortib olib, xotin va bola chaqalarini askarlarimizga qul qilib berishimiz kerak. Qo'shinni bizning cho'lga suring, deb qichqirdi xonlar. Mirza Xorazmshoh yoniga kelib tiz cho'kdi va yozilgan qog'ozni unga ko'rsatdi. "Bu nima?" deb so'radi Muhammad. "Merosi sevikli o'g'lingiz Qutbiddin O'zlayshohga topshirish to'g'risidagi ulug' farmon. Bola voyaga yetguncha Xorazmga hokima va yosh valiahtga vasiy qilib, uning enasi sizning onangiz Turkon xotin tayinlagandilar. Valiahtning tarbiyachisi va Xorazmning ulug' vaziri qilib, validangizni amlokdori Muhammad bin Solih tayinladilar. Sen ulug' farzandim, yengilmas Xorazmshoh, mamlakatini biz idora qilar ekanmiz. O'z qo'shining bilan yer yuzini aylanib, istaganing mamlakating bilan jang qila ber", dedi Turkon xotin. Muhammad farmonni o'qimay qo'l qo'ydi va qamish qalamni onasiga uzatdi. U qalamni oldi va yirik qilib yozdi: "Jumla jahon hukmroni, dunyodagi barcha xotinlarning malikasi Turkon xotin". Muhammadshoh katta o'g'li Jaloliddinni axtarib, atrofga ko'z tashladi. U katta o'g'lining ko'ziga qaragani qo'rqar edi. Biroq o'g'li yo'q edi. Vakil Xorazmshohning qulog'iga shivirladi. Jaloliddin to'plangan Qipchoq askarlarini ko'rib, "Qipchoqlarning tuzog'iga pinadigan maxluq yo'q", dedi. 3-qism tugadi.